Bala bütün meşgul qilayotgan bolalar. Vallahi meşgul qilayotgan bolalar. Chaplashni o'rganadiganlar mana bu shunda tirishib bir hunar o'rganadiganlar o'ngay o'rganadi bu kasb. Bizga tirishchilik bo'lib qolsa, asosan tirishchilik bolalarga nisbatan bek oson. Ba'zan bolalar keldikan, cho'nglarning majburiy bo'lgandan keyin biza vaqt o'tkazadigan, o'ynaydigan. Lekin o'zi qiziqgan bolalar beqadarcha unda bolalar bek yaxshi unumlar chiqardi-ku. O'ylab boqmagandan 8-10 kun bo'lgan bolalarni qo'rqmay xirdanan mashqsiz qo'yib bersak, ustamni qirishmada qilib chaplayotdi. Mesela aldan qatam bir mashinaga 6 kun bo'lgan bolalar chapladi. Bir mo'rchaplaydigan Bala bütün meşgul qilayotgan bolalar. Vallahi meşgul qilayotgan bolalar. Chaplashni o'rganadiganlar mana bu shunda birdan chikni, birdan bo'shanganni, birdan kapotni chiqarib berdikan sizda. Amaliy mashinalarga chaplaydi. Ichidagi mashinalar amaliy. Minus bo'lgandan keyin mana maballarga o'xshash maballarni hozir 8-10 kun bo'lgan bolalar mana xirdaning mashinasini qo'qmay chaplayotdi. 8-10 kunda asosiy chaplig'idek bir yak bo'ldi. Asosiy mana men ustamma dedi, bu kasbni mayli bu kasb bo'lsin va yoki boshqa kasb bo'lsin, birinchi o'zimizning tirishchanligi. Chunki o'zimiz tirishchanligi. Qog'inamda hozirligi, burunqi shogirdlarniki urib, o'zimda xapolab, tillab buni o'ydirgan to'q. Hozir unda qattiqroq gap qilsaqmi, hozir gelimizga esildigan shogirdlar chiqadi. Mo'shimmi chiroyli kunlar bek go'dan chiqadi, loqoq mashina chaplasak, bek yarishida bo'ladi. Qanchalik vaqt vakan mazobini bugun urib o'tsak, bo'ldi. Ma'ma bo'ldiki, matejlik mo'rim chaplaga o'xshashlar. Teshlik mo'rini chaplabdi. Es oq mashina ekan bu. Aynak mo'rni chaplamdi. Chaplamiz. Bizning loqoqlar bo'lsa shu mo'rni olmas qap Armor chaplaydilar. Ma chaydigan nima desanglar bu faqat talaqa mashinaniki jijilib ketmaslik uchun, sizilib ketmaslik uchun mashinamizning o'zining sirini asraydigan bir qog'oz mana. Ma o'zingizning mashinasining rangini o'zgartirish yoki bengin qilish ketmaydi. Buningga shu mashinamizningki sirini asraydigan bilan mana suzuk qog'oz deymiz buni. Chunki bak chayning fayzi ko'rganda marguz gaysi modisi unmaydi. Chunki bu biroz suqlasa qolsa mayani bukvasimi sirga bir tal chiqib o'tkazolmaydi, ya'ni tatlam chiqarsa astakil zavod holatda. O'rnimiz yana shu Sarbaq rayoni, yig'imish DHCP'ning shu mashina zapchastlari sotadigan standiki oldida aloqalashish telefon nomeri 133 69 63 63 37. Bushda mo'rchaplash texnikasi tugundigan va yoki mashinalarga mana o'xshamagan tutgan mo'rlarni chaplab haydab qo'ygan do'stlar aloqalasanlar bo'ldi. Hamda abay so'zlab o'tgandek mana bu inimiz mashina eng shu yangilar bu mo'rni hamda nurg'un mashina o'ynaydiganlar chaplaydi. Rang o'zgartirib, 50 ko'qlim tamga bosqizib mansa qonunliq mangandan keyin shaxsan bizmi menmi masalan rangni mana rangni nochirangda o'xshamaydigan bir rangda bir chaplab haydab baqayli deb qoldi. Bu ko'k rangkan bu cheyiz rangmi? Bu qor ko'k rang o'zbekda. Qor ko'k rang. Ya IBM'ga mashina chaplayotgan rangni qilaylik yoki aqilib daydiyanlar qilaylik. Mashina qaysi rangni qilsak, yarishida do'stlar bir shunday rangiga bir yezib qo'yinglar. Shunun qarta mashinani shunun qarta bir tanlab mana chiroyli ekan deb chaplab olay. Rahmat.